Yevropa İttifaqı Komiteti 14 sentabr çarşamba günü mecburi ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklaydigan bir qonuniy loyihasini e'lon qildi. Gerçi qonun loyihasi ma'lum bir rayonga qaratilgan bo'lmasa-mu, lekin dunyo matbuotlari buni Xitoyning Uyg'urlarni mejburiy emgak silishi bilan bog'lab xabar qildi va bu Yevropa ittifoqidashi bir qism parlament a'zolarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andisining bir natijasi deb qaradi. Yevropa ittifoqining bu loyihasi Amerikaning Uyg'ur majburiy emgagining oldini olish qonuni bilan qiyoslandi. Yevropa komitetining mo'ljallashiga qaraganda, dunyo miqyosida taxminan 27 million 600 ming odam majburiy emgak silinadi ekan. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev bilan Xitoy raisi Shi Jinping ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 30 yiliga munosabati bilan birlashma bayonot imzoladi. Egilishicha, Xitoy raisi Shi Jinping 9-oyning 14-kuni tushdan keyin Qozog'istonga yetib berib, Qozog'iston prezidenti To'qayev qatorliq hukumat amaldorlarining qizg'in kutilishiga erishgan. Rasmiy suhbatdan keyin o'tkazilgan marosimda Shi Jinpingga Qozog'istonning eng oliy hukumat belgisi bo'lgan Oltin burkut ordeni berilgan. İranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lish haqida tushunish ahdnomasi imzolandi. Iran tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullah Ahyan Twitter hisobida ham bahirlangan uchurida O'zbekistonning Samarqand shahrida Iranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lish to'g'risida mazkur tashkilotning bosh kotibi Jang Ming bilan kelishimnoma imzo qo'yganligini bayon qildi. Ermeniya bosh ministri Pashinyan Ozarbayjon chegarasidagi to'qinishda 105 Ermeniya askarining qazo qilganligini bildirdi. Ozarbayjon armiyasining ig'vogarchiligi bilan boshlangan to'qinishda qazo qilgan taxminan 100 Ermeniya askarining jasadini topshirilishga tayyor ekanligini e'lon qilgan edi. Xitoyning atalmış virusini nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini oshkor qirg'in qilish jinoyatiga qarshi dunyoning har qaysi joylarida ko'plagan namoyishlar o'tkazildi. 13 sentabr Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan Avstraliya parlamenti oldida namoyish o'tkazildi. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlarmi Shvetsiya ma'rif uyushmasining tashkillashi bilan 13 sentabr Shvetsiya parlamenti oldida namoyish o'tkazdi. Onundan başka Yaponiya, Amerika ve başka Avrupa devletlerinde yaşayotgan Uyg'urlarmi Yaponiya baş veziri turishliq hukumat binosi Oqsaroy qatorliq muhim o'rinlarning oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning turli usullardagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga norozilik bildirdi. Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar tuni-kun Xitoyning Gollandiyadagi elchixonasi oldida namoyish o'tkazgan bo'lib, namoyishchilar otgan tashlar va yoqqan o'tlardan qo'rqqan Xitoy sarosimiga tushdi.